dunyoda mana rivojlangan davlatlarni ham misolda oladigan bo'lsak, juda ko'p korxonalar o'zini faoliyati davomida qiyinchiliklarga duch kelyapti. O'sha logistika masalalari bor, eksport masalalari bor. Mana shu prezidentimiz tomonidan juda ko'p eksportni qo'llab-quvvatlash uchun bir qancha yangi bizga imkoniyatlar yaratib berdi. Bu o'sha elektr energiya, kommunikatsiya to'lovlarini bir qismini mana oldindan to'lov bizga imkoniyat yaratildi. Ikkinchisi bu eksport qiladigan korxonalar uchun davlat xizmatlari soddalashtirib berildi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan kadrlar tizimiga juda katta e'tibor berildi. Mana biz ham hozir shu O'zbekistondagi imkoniyatdan kelib chiqib juda katta loyihalarga qo'l urganmiz. Mana shu katta loyihalar natijasida minglab yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Mana hozirdan biz o'sha kadrlar muammosiga duch kelayotgandik. Juda bir yaxshi taklifni berdilar. Bundan keyin mana kadrlar tizimida ham alohida e'tibor beriladi. Biz o'zimizga kerakli kadrlarni biz o'zimiz o'qitib, bular bilan shug'ullanadigan bo'lsak, mana bizga qo'shimcha imkoniyat, yana bizni rivojlanishimizga foyda bo'ladi. Bu keyingi juda katta yo'nalish mana brendlar yo'nalishiga to'xtalib o'tdilar. Mana chet eldan o'sha brend jalb qilib olib kelgan korxonalarga 500 ming dollargacha buni o'sha xarajatlarni qoplab berilishini aytib o'tdilar. Mana biz ham kichik tadbirkor subyekti bo'lganmizda, kredit olishga bizga juda ko'p zalog masalalari bilan bog'liq muammolar bor edi. Mana juda oddiy qilib yechim qilib berdilar. Bir so'z bilan aytganda biz har yili mana hurmatli prezidentimiz tomonidan tadbirkorlik kunida ochiq muloqotda bizga bir yangi imkoniyatlar, yangi kuch, yangi bir g'ayrat olamiz va mana bir yil davomida biz mana shu olgan marralarimizni ziyod bilan ortig'i bilan joyga qo'yamiz.